Toshkent shahrimizning eng elitli mahallaridan biri Novomoskovskiy Qazi mahalla Xalqobod ko'chasi yo'l yuzidan 150 metr masofada joylashgan. Ushbu xonadonimizda 60 ming aqsh dollari belgilanyapti. Sotiga qadrli do'stlar, fasadlari 14 metr tashkil etadi. Umumiy maydoni 6 sotov maydonga ega 353 kvadratdan iborat. Endi bo'lsa birgalikda ko'rib chiqamiz. Yo'llarimiz ham juda ham keng o'rtoqli, приdomовая territoriya juda ham katta. 3 ta mashinaga mo'ljallangan parkovka hosil qilib qo'yishgan. Bu yerda narojnoy parkovkalarimiz darvozalar qilingan 14 metr fasad. Bu yerda ikkita mashinaga mo'ljallangan vyezga ko'zingiz tushadi o'rtoqlar. Juda ham soya salqin, klimati juda ham go'zal qilingan xonadonimiz. 2007-yil qurilgan bu taraf bo'lsa 2010-yil qurilgan. Polностью pishuvishdan solingan xonadonlarimiz. Yashash maydonlarimiz 353 kvadrat, umumiy maydoni 6 sotov, 10 ta xonadan iborat o'rtoqlar, 8 ta yotoqxonasi mavjud. Tapchanli zonalarimiz, bu yerda ikkinchi tapchanli territoriya. O'rtada ko'ryapsizlar, kattagina yashil hududga joylarimiz, dam olish maskanlari va undan tashqari polностью eng zo'r materiallardan foydalanishgan, o'ziga uchun qurishgan. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa 360 ming, ya'ni sotiga 60 ming aqsh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joy bor, sizlarga eng arzon va zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.